Pochcham urdilarmi? Battar bo'ling, kiring. Xonani bir chekkasida joy yo'qmi menga? Bor, opajonim. Axir bu xona sizniki edi-yu. Yerga solib beraman. Bo'ladimi? O'zimni xonamga o'zim sig'may qolman. Ko'rpa-po'rpa yo'qmi ustimga yopishga? Prostina bor. Ko'rpalarning hammasi sarpezga ketgan. Olib kelmadingizmi o'zingiz bilan? Opa, menga ishlatgan priyomlaringiz pochchamga o'tmadimi? Yo'q-de. O'sha paytdagi qarg'ishlarim tegandi. Nima? Uning singir qizim yamuradimi? Xudodan topsin. Kecha o'g'lim bitta edi, ikkita bo'ldi deb turuvdingiz-ku. Borsa aralashma. Aybi borki, urgan. Hozir men bu kuyovni Jannatim, unutmang. Xafa qilsang kuyovni, ko'paytirasan o'zingga yovuni deyishgan mashoyiqlarimiz. qizim, qachon ketasan? Oyi. Yirtiq paketingiz eshik tagida. Men opamni ko'chadan topib olmaganman. Sizga kerak bo'lmasalar, menga keraklar. Keting pochchi. Keting. Boplading ukam, yur uyga. Qanaqa uyga? O'zing aytding-ku menga kerakladi. Bu sehrli so'zida. Boring yetib oling. To'xta. Ketganingiz rost bo'lsin. Borgan joyga sementni qoting. Hozir qizili chiqadi. Qorni ayamay o'tamiz. Ruxshonga bitting o'tsang. O, mana chiqdi. Yur. Otmalaring. Sochim yurganman, shamollayman. Hali otmadik. Nima otmayapsizlar? Otlaring davrang. Qochmaganman. To'xta. Ay! battar bo'l. Nechta qiziqcha olading? 4 tasini. Voy, ichimga tashlama. O'xima qilma. Tegmay qo'y qolama. Ukamizmi? Paketda uchamanmi? Nima, jentra olib kelib beraymi uchishga? Ay boshim. Paketimni yirtding. Qor to'xtadimi? Qon to'xtat deydimi? Qor to'xtadimi javobimizni? Bo'ldimi, ketaveraylik, otmaysizlarmi boshqa? Oxirigacha o'ynaymiz, Ruxshon, oxirigacha. O'ynashmagil arbob bilan. Arbob. Ne akbar urmayapsiz? Kecha aytasizlar, menda kalta yegan. Oyi! Bor o'tir joyingga. O'qituvchini bolasi bo'lish ham mazza-da. Ona, pul bering. Bor, dars o'tyapman. Bering, qornim ochdi. Biladi, bular qanaqa vaqt olishni. O'g'lingiz urishdilar, direktor chaqiryapti. Zavod chaqiryapti. Chiqabi. So'nggi tegdilaring. Lattani xohlab keldim amuchoy sizga. Bu sinfdoshim uncha mehribon menga. Bolaji, keliningizda. San tugatguningcha bunaqa kelinlarning 10 tasini ko'raman o. Bu so'nggisi. Sahar klinikada maqta yorliq olasana, nimadan berishdi bu safar? Ajoyib tarbiya va xulq uchun. Alam qotdimi? Test javoblari. Hammaga 2, Akbar Shohga 5. Bittagina xato qildiganingiz-ku. Shahlo. Jannatim akam. Men zavat bo'lmayapti. Qizlar, o'tiringlar mashinaga, bayram bugun. Shu payt ham gai to'xtatadimi? Jonkalarim, toycholarim ketdi. Qayerga? Klubga. Pullarim qani mani? Salfetkalar qayerdan keldi? Ey, pamadang ko'ynagimga tegmasin. Adda marida olingan. Ukam. Qasini emsin. Voy, opans. Yana mashinani urdingizmi? Qaysi qilgan xatolarim uchun? Ehtiyot bo'lmaysizmi? Keyin deysan, begona deb tuyuladi. Madina opa, zavtrik qildingiz, men darsga ketishim kerak. Tezroq tushing, sovib qoladi. Akam boshlariga baxt qush qo'ngandek, shunchasi bilan yurib sizdek farishtani topdilar. Akangizlar menga hech kim bilan yurmaganman degandiku. Aldanibsizda, keyin. Yaxshi yetib oling, Vohira keling. Keyin shu sizlarni ko'rsam, uylanishga bo'lgan qiziqishim ortib ketadi-da. Mani opam desiz, nechtasi bilan gaplashganini aytasiz. 96 var olib chiqing, yozamiz. Boshlang. Men akamni sotolmayman, jigarim. Keyin ishkaladan boshlaymiz. Malika, 99-yil.
Oyi, keyin shunaqa bo'ldi-da. Keyin oyingiz bilan telefonda buncha nimani gaplashasiz? Sog'inganman-da. O'zi kecha borib keldilar. Islomayapman-da. Yana nima? Addamaridan qishga bitta lukchada. Xo'p. Toshmiydagi Guliga uylanmay sizga uylanganlar. Qiz bechorani qaqshatganlar. Endi oshib tushdi. Akbar, keringga nima deding? Aka, oilani yolg'ondan boshlamaydi. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Opajonim eshik ochiq ekan, kirurdim. Uy ishlarini qilsangiz bo'lmaydimi abetgacha uxlagunizcha? Uzr, oyijon. Oyjon, oyimga tilis qarichidi. Tilis kesilib qoptimi? Eshikni yopsa teshikdan kirasan-a? Ol, choydan ich. Opingiz rosa pazandalada. Uyda ham shunaqa shirin ovqat qiladilarmi? Zahar gaplarni eslolmayman-u, ovqat qilganlarni eslolmayman. Mana o'ljami ozodligiga qancha qoldi? Oz qoldi. Eshityapsanmi? Qaytar dunyoga oz qoldi. Nimaga yotdi? Dovcha. Dovcha egimiz kelyapti. O'zi dovchani qatta olaman. Mammas, bolamiz qolyapti-da. Keling, o'g'limga qishki kiyimlar qilinmagandi. Olib kelarsizlar. Shuncha mebelni kim qildi? Yur endi olamiz. Aka, mashrafimiz sizga zo'r keldi. Brendroz do'konida lubo kurtkalarimiz 199 ming. Bunga emas, pochasiga olamiz. Shimli 99 ming ekan. 38 razmerdan bering. Ho'kizdek bo'lib ketibdilarmi? Oyoq kiyimlar ham 99 ming ekan. 44 razmerdan bering. Oyoqmi bu, tuyoqmi bu? Boshlandi. Bosh og'rig'imi? Boshlandi. Skoring chaqir. Skoring chaqir! Skoring chaqirlaring! To'g'ri bo'ldimmi? To'g'ri bo'ldim. Xotin! Ho, dadasi, hozir darsdan keldim. Na zavtrak, na obed tayyor. Darsga bormasam bo'lmaydi-da. Kredit qarshisi o'sto'lismi? Bola qattiq qil. 2007 yilda sal til barobar bo'ladi-da. Sinus kosinusni bilmaysanmi? Aqlli bo'lsangiz o'zingiz ayting-chi. Aqlim bo'lganda senga uylanmasdim. Shanba kuni ota-onalar majlisda ekan, oyim bora olmasganlar. O'zingiz borib kela olmaysizmi? Men eraman deb boramanmi? Sultonam, o'zimmi borib keling. Nima? 2007-yil go'dak xotindan qo'rqamanmi? Hozir chiqaman. Qayerga ketyapsiz? Uyda shampunxona topib keling. O'chingman. Men shuncha sarpan nima uchun yig'dim? Men keraksiz shampunlarni olganman. Bunisi mentol, sochingizni muzdek qilib qo'yadi. Bunisi qazoga qarshi qaysi biridan kerak? Bular parfyumli shampun o'zimga olganman. Endi bo'lsa, boshingizni yuving, uyda o'tiring. Yelingga o'xshab to'g'riz ekansan. To'xta. U menga shampun berdi. Men unga putni berdimmi? Bu yoqqa keldi.